Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Chiroq uchun yangi hisob-kitoblar, suv bo'yicha yangi tariflar va pensiya oshirilishi. Bu mavzu faqat pensionerlarga yoki faqat kommunal to'lov qiladiganlarga tegishli emas. Bu har bir xonadonga, har bir oilaga har oy byudjet tuzadigan har bir odamga bevosita ta'sir qiladi. Chunki elektr, suv va pensiya masalasi oddiy raqam emas. Bu oilaning bir oylik xarajati, daromadi va rejasiga ta'sir qiladigan real hayotiy masala. Men bugun sizga masalani oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida batafsil tushuntiraman. Avval qanday edi? Endi nima o'zgarmoqda? Kim ko'proq e'tibor berish kerak? Kim xavotir olmasligi mumkin? Qaysi joylarda odamlar ko'proq xato qiladi va amalda nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki aynan oxirgi qismda men sizga hisoblarni tekshirish, ortiqcha to'lovdan saqlanish va pensiya oshirilishini nazorat qilish bo'yicha aniq qadamlarni aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar har bir xonadonga kerak bo'ladi. Avval vaziyat ko'pchilik uchun nisbatan tushunarli edi. Elektr energiyasi uchun hisoblagich qancha ko'rsatsa, shunga qarab to'lov qilinardi. Suv bo'yicha ham hisoblagich bor bo'lsa alohida, hisoblagich bo'lmasa belgilangan me'yor asosida to'lov qilinardi. Pensiya esa belgilangan miqdorda tushardi va oshirilsa, odatda odamlar bank kartasiga yoki naqd olish vaqtida farqni sezardi. Endi esa eng katta o'zgarish shundaki, kommunal xizmatlarda tarif va hisoblash tartibiga yanada jiddiy e'tibor berilyapti. Elektr energiyasida iste'mol miqdori muhim bo'lib bormoqda. Ya'ni oila bir oyda qancha kilovat soat ishlatgani, qaysi chegaradan oshgani va hisoblagich ko'rsatkichi to'g'ri uzatilgani juda katta ahamiyatga ega. Suv bo'yicha ham shunday. Hisoblagich ishlayaptimi, plombasi joyidami, ko'rsatkich vaqtida berilyaptimi, qarzdorlik bormi, bularning hammasi yakuniy to'lovga ta'sir qiladi. Pensiya bo'yicha esa odamlar ko'pincha faqat bitta savolni beradi. Qancha oshdi? Lekin men shuni tushuntirmoqchiman. Pensiya oshirilganda hamma odamda bir xil summa qo'shilmasligi mumkin. Chunki pensiya turi ish staji. Avvalgi hisoblangan miqdor, qo'shimcha ustamalar, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik kabi holatlar bor. Shuning uchun faqat eshitgan raqamga qarab xulosa chiqarish noto'g'ri. Endi chiroq masalasidan boshlayman. Elektr energiyasi bo'yicha eng muhim narsa bu hisoblagich ko'rsatkichi. Men ko'p oilalarda bir xil holatni ko'raman. Odamlar hisoblagichga oyma-oy qaramaydi. Keyin birdan katta summa chiqib qolsa hayron bo'ladi. Aslida muammo ko'pincha 3 ta joydan chiqadi. Birinchisi, ko'rsatkich vaqtida olinmagan bo'ladi. Ikkinchisi, eski qarzdorlik ustiga yangi iste'mol qo'shilib ketadi. Uchinchisi, uyda elektr iste'moli oldingidan sezilarli ko'paygan bo'ladi, lekin odam buni sezmaydi. Masalan, oddiy bir oilani olaylik. Uyda muzlatkich, televizor, kir yuvish mashinasi, elektr choynak, konditsioner va qishda qo'shimcha isitgich bo'lsa, iste'mol juda tez oshadi. Agar bir oyda mehrni kilovat soat ishlatilsa, bu bir holat. Lekin konditsioner yoki isitgich ko'p ishlatilgan oyda dirtibek yoki 600 kilovat soatga chiqib ketishi mumkin. Odam esa men oldingidek yashayapman deb o'ylaydi. Aslida elektr choynakning har kuni bir necha marta ishlashi, suv isitgichning doim yo'qolib turishi, konditsionerning kechasi bilan ishlash katta farq qiladi. Yana bir misol, 3 xonali kvartirada 4 kishilik oila yashaydi. Ular yozda konditsionerni har kuni 2 soat ishlatadi. Bundan tashqari, bolalar kompyuter ishlatadi. Oshxonada elektr plita bor, suv isitgich elektrda ishlaydi. Bunday oilada elektr hisobining oshishi tabiiy. Bu yerda odam nima qilishi kerak? Eng avvalo aybdor qidirishdan oldin iste'molni ko'rish kerak. Hisoblagichdagi ko'rsatkichni oy boshida yozib qo'yish, oy oxirida yana yozish va farqni hisoblash kerak. Shunda siz elektr idorasi noto'g'ri yozdimi yoki o'zingiz ko'p ishlatdingizmi aniq bilasiz. Kim ko'proq ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchi navbatda katta oilalar, elektr isitgich ishlatadiganlar, suv isitgich yoki elektr plitaga o'tganlar, hovlida nasos ishlatadiganlar, kichik biznesni uyda yuritadiganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, uyda tikuv mashinalari ishlasa, non pishirish pechi bo'lsa, muzlatgichlar ko'p bo'lsa, bu oddiy maishiy iste'mol emas, ancha katta yuklama beradi. Bunday holatda hisob ham oddiy xonadonga qaraganda yuqori chiqishi mumkin. Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar xonadonda odam kam yashasa, asosiy texnikalar energiya tejamkor bo'lsa, konditsioner va isitgich kam ishlatilsa, hisoblagich yangi va ko'rsatkich muntazam tekshirilsa, katta muammo bo'lmasligi kerak. Lekin men baribir hamma tomoshabinga bir narsani aytaman.
menda muammo bo'lmaydi deb beparvo bo'lmang. Bir oyda bir marta hisoblag'ichga qarash odatga aylanishi kerak. Suv tariflari masalasida ham vaziyat shunga o'xshash. Suv bo'yicha ko'pchilik men kam ishlataman, nega ko'p chiqdi deb shikoyat qiladi. Bu yerda birinchi savol, sizda suv hisoblagich bormi yoki yo'qmi? Agar hisoblagich bo'lmasa, to'lov ko'pincha belgilangan me'yor asosida hisoblanadi. Bu esa real ishlatganingizdan ko'p bo'lishi ham mumkin, kam bo'lishi ham mumkin. Hisoblagich bor bo'lsa vaziyat aniqroq, lekin uning o'zi ham to'g'ri ishlashi kerak. Masalan, 5 kishilik oila hisoblagichsiz yashasa, ularga har bir ro'yxatda turgan odam bo'yicha me'yoriy suv sarfi yozilishi mumkin. Agar aslida uyda 2 kishi yashab, qolganlari boshqa joyda bo'lsa, baribir hujjatda 5 kishi ko'rinsa, hisob shunga qarab chiqishi ehtimoli bor. Shuning uchun ro'yxatda kim turibdi, amalda kim yashayapti, suv idorasidagi ma'lumot to'g'rimi? Bularni tekshirish juda muhim. Hisoblagichli xonadon misolini olaylik. Bir oyda sovuq suv 12 kub, issiq suv 6 kub ishlatilgan bo'lsa, tarifga ko'paytiriladi va xizmat haqlari bilan umumiy summa chiqadi. Lekin agar unitaz bakida suv sekin oqib tursa, odam buni sezmasligi mumkin. Bir oy ichida bunday kichik o'xsham bir necha kub suvni yo'qotadi. Kranning tomchilashi, quvurdagi yashirin oqish, hovlida shlangni ochiq qoldirish, avtomobil yuvish, tomorqa sug'orish ham suv hisobini keskin oshiradi. Pensiya oshirilishi bo'yicha esa masalaga alohida ehtiyotkorlik bilan qarash kerak. Men ko'p pensionerlarda shuni ko'raman. Yangilikda pensiya oshiriladi degan xabar chiqadi. Odam ertasi kuni kartasiga qaraydi va nega hali oshmadi deb xavotir oladi. Aslida pensiya oshirilishining amalda ko'rinishi to'lov davri, bank tizimi, pensiya jamg'armasi ma'lumotlari va qayta hisoblash sanasiga bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zan oshirilgan summa keyingi to'lovda ko'rinadi. Ba'zan farqi qo'shib beriladi. Masalan, pensioner avval 20 million 200 ming so'm olayotgan bo'lsa va oshirish foizi qo'llansa, uning yangi pensiyasi shunga qarab qayta hisoblanadi. Lekin boshqa bir pensioner 2 million 400 ming so'm olayotgan bo'lsa, u ham xuddi birinchi odamdek bir xil so'm qo'shiladi degani emas. Foizli oshirish bo'lsa, baza katta bo'lgan odamda qo'shiladigan summa ham boshqacha ko'rinadi. Minimal pensiya, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi va ijtimoiy nafaqalar bo'yicha hisob-kitoblar bir-biridan farq qilishi mumkin. Endi istisnolar, nozik jihatlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan joylarni tushuntiraman. Elektr bo'yicha birinchi nozik masala bu qarzdorlik va joriy to'lovning aralashib ketishi. Siz bu oy 1 ming so'mlik elektr ishlatgan bo'lishingiz mumkin. Lekin avvalgi oydan 200 ming so'm qarzingiz qolgan bo'lsa, umumiy qarz 350 ming so'm bo'lib ko'rinadi. Odam esa buni bir oyda shuncha chiqibdi deb tushunadi. Shuning uchun kvitansiyada yoki ilova-avada alohida qarang. Avvalgi qarz qancha? Joriy oy iste'moli qancha? Penya yoki qo'shimcha hisob bormi? Ikkinchi nozik masala bu hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilishi. Ba'zan raqam bir xonaga adashib yozilsa juda katta farq chiqadi. Masalan, hisoblagich 1245 ko'rsatib turgan bo'lsa, kimdir 1225 deb kiritsa, 900 kWh farq paydo bo'ladi. Bu juda katta summa degani. Shuning uchun men har bir xonadonga hisoblagich rasmini oyma-oy telefonda saqlab borishni tavsiya qilaman. Rasmda sana ko'rinmasa ham telefonning o'zida olingan vaqti saqlanadi. Bu keyin bahsli vaziyatda dalil bo'ladi. Uchinchi nozik masala bu hisoblagichning o'zi. Agar hisoblagich eski bo'lsa, tekshiruv muddati o'tgan bo'lsa, plombasi shikastlangan bo'lsa yoki ko'rsatkich o'qilmaydigan holga kelgan bo'lsa, keyin muammo chiqishi mumkin. Men hech qachon plombaga tegishni tavsiya qilmayman. Plomba buzilsa, siz haq bo'lsangiz ham vaziyat murakkablashadi. Bunday holatda darhol tegishli tashkilotga murojaat qilish, ariza yozish va mutaxassis chaqirish kerak. Suv bo'yicha eng katta tuzoq bu yashirin oqish. Elektrda chiroq yonsa ko'rasiz, lekin suvda oqish ba'zan ko'rinmaydi. Masalan, unitaz bakidagi rezina zivlagich eskirgan bo'lsa, suv juda sekin oqadi. Ko'zga bilinmaydi. Ovozi ham chiqmasligi mumkin. Lekin hisoblagich tinmay aylanadi. Buni tekshirishning oddiy yo'li bor. Kechasi hamma kranlarni yopasiz, suv ishlatilmaydi, keyin hisoblagichga qaraysiz. Agar hech kim suv ishlatmasa ham hisoblagich aylanayotgan bo'lsa, demak tizimda oqish bor. Yana bir nozik masala ro'yxatdagi odamlar soni. Ayniqsa hisoblagich yo'q xonadonlarda bu juda muhim. Agar uyda avval 6 kishi ro'yxatda turgan bo'lsa, keyin kimdir boshqa manzilga ko'chgan bo'lsa, hujjatda bu o'zgarish aks etmagan bo'lishi mumkin. Natijada suv chiqindi yoki boshqa xizmatlar ko'proq odamga hisoblanadi.
Shuning uchun faqat biz uyda 2 kishimiz deyish yetmaydi. Tashkilot bazasida ham ma'lumot shunday bo'lishi kerak. Pensiya bo'yicha nozik jihatlar ham ko'p. Birinchisi, bank kartasiga tushgan summa bilan pensiya hisob kitobi bir xil ko'rinmasligi mumkin. Chunki ayrim hollarda qarzdorlik ushlanmasi, aliment, kredit, bankdagi avtomatik yechimlar yoki boshqa majburiyatlar bo'lishi mumkin. Pensioner pensiyam kam tushdi deb o'ylaydi. Aslida hisoblangan pensiya to'g'ri. Lekin kartadan boshqa ushlanmalar ketgan bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun bankdan karta aylanmasini, pensiya jamg'armasidan esa hisoblangan pensiya ma'lumotini alohida olish kerak. Ikkinchisi, hamma qo'shimcha to'lovlar avtomatik tarzda bir kunda ko'rinmasligi mumkin. Masalan, nogironligi bor shaxslar, urush yoki mehnat faxriylari alohida imtiyozga ega shaxslar. Parvarish nafaqasi oladiganlar bo'yicha hujjatlarning amal qilish muddati, tibbiy xulosa, komissiya qarori kabi hujjatlar muhim bo'lishi mumkin. Hujjat muddati o'tgan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qaytaga ko'rib chiqilishi mumkin. Uchinchi nozik masala bu eshitdim degan gaplarga ishonish. Mahallada kimdir hammaning pensiyasi falon so'mga o'sharkan desa, bu rasmiy hisob kitob degani emas. Men doim aytaman, pensiya, tarif, kommunal to'lov bo'yicha eng ishonchli manba bu rasmiy tashkilotning xabari, shaxsiy kabinet, bank ma'lumoti va yozma javob. Og'zaki gap bilan reja tuzish xavfli, chunki keyin oilaviy byudjetda kaomat paydo bo'ladi. Endi eng muhim qismga o'taman. Tomoshabin sifatida siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, elektr hisoblagichingizni tekshiring. Telefoningizga rasmga oling, rasmni o'chirmang. Oy boshidagi va oy oxiridagi ko'rsatkichni alohida yozib boring. Oddiy daftar tutsangiz ham bo'ladi. Masalan, sana hisoblagich ko'rsatkichi farq to'langan summa deb yozing. 3 oy shunday qilsangiz, uyingizdagi o'rtacha iste'molni juda aniq bilib olasiz. Ikkinchi qadam, oxirgi kvitansiya yoki ilovadagi ma'lumotni tekshiring. Sizga yozilgan kilovat soat hisoblagichdagi real farqqa mos keladimi? Avvalgi qarz bormi? To'lovingiz bazaga tushganmi? Ba'zan odam to'lov qiladi, lekin noto'g'ri shaxsiy hisob raqamiga o'tkazib yuboradi. Shuning uchun to'lov chekini saqlang. Ayniqsa katta summa to'laganingizda chekni telefonda rasm qilib qo'ying yoki elektron variantini o'chirmang. Uchinchi qadam, uyda eng ko'p elektr yeydigan jihozlarni aniqlang. Elektr isitgich, konditsioner, suv isitgich, elektr plita, eski muzlatgich, dazmol, elektr choynak va nasos eng katta iste'molchilardan. Agar hisob keskin oshgan bo'lsa, aynan shu jihozlardan boshlang. Suv isitgichni doim yoqib qo'yish o'rniga kerakli paytda ishlatish. Konditsionerni juda past haroratga qo'ymaslik. Eski lampalarni tejamkor lampalarga almashtirish real farq beradi. 4-qadam, suv hisoblagichingizni ko'ring. Kranlar yopiq holatda hisoblagich aylanmayaptimi? Agar aylanayotgan bo'lsa, o'qish bor. Unitaz baki, oshxona krani, hammomdagi aralashtirgich, quvur ulangan joylarni tekshiring. Agar o'zingiz topa olmasangiz, usta chaqiring. Chunki bir oyda yo'qotilgan suv uchun to'lov qilgandan ko'ra bir marta ta'mirlash arzonroq tushadi. 5-qadam, suv bo'yicha ro'yxatdagi odamlar sonini tekshiring. Agar hisoblagich yo'q bo'lsa, bu ayniqsa muhim. Uy-joy idorasi, suv ta'minoti tashkiloti yoki tegishli xizmat ko'rsatuvchi markazga borib, sizning xonadoningiz bo'yicha nechta odam hisobga olinganini aniqlang. Agar ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, pasport yoki ID karta, kadastr hujjati, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, kerak bo'lsa ariza bilan tuzatish kiritishni so'rang. 6-qadam, pensiya bo'yicha alohida tekshiruv qiling. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, bank kartasiga tushgan summani ko'rish bilan cheklanib qolmang. Pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki rasmiy elektron xizmatlardan hisoblangan pensiya miqdorini aniqlang. Agar avvalgi oy va yangi oy o'rtasida farq bo'lmasa, sababi nima ekanini so'rang. Ba'zan oshirish sanasi hali kelmagan bo'ladi. Ba'zan hujjat bo'yicha masala bor bo'ladi. Ba'zan texnik kechikish bo'lishi mumkin. 7-qadam, murojaatni og'zaki emas, yozma qiling. Agar elektr, suv yoki pensiya bo'yicha e'tirozingiz bo'lsa, menga tushuntirib bering deb telefon qilish yaxshi, lekin yetarli emas. Ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, manzilingiz, shaxsiy hisob raqamingiz, muammo sanasi, hisoblagich ko'rsatkichi, to'lov cheki va talabingiz aniq bo'lsin. Masalan, falon sanada hisoblagich ko'rsatkichi falon edi. Tizimda esa boshqa raqam ko'rsatilgan. Qayta hisob kitob qilib berishingizni so'rayman deb yozish kerak. 8-qadam, hujjatlarni tayyor tuting. Elektr bo'yicha shaxsiy hisob raqami, hisoblagich rasmi, to'lov cheklari, pasport yoki
ID karta kerak bo'lishi mumkin. Suv bo'yicha ham shaxsiy hisob raqami, hisoblagich ma'lumoti, plon va holati, yashovchilar soni haqidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Pensiya bo'yicha pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank karta ma'lumoti, tibbiy hujjatlar, ish staji yoki imtiyozga oid hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 9-qadam. Har oy oilaviy byudjetda kommunal to'lovlar uchun alohida joy ajrating. Elektr va suv narxi oshganda eng katta xato shuki, odam eski xarajat odati bilan yashayveradi. Masalan, avval kommunal to'lovlarga 300 ming so'm ajratgan bo'lsa, endi real xarajat 400 ming bo'lishi mumkin. Bu farqni oldindan ko'rmasangiz, oyning oxirida qarzdorlik paydo bo'ladi. Qarzdorlik esa keyingi oyga o'tib yana o'g'irlik qiladi. 10-qadam. Yaqinlaringizga ham tushuntiring. Ayniqsa yoshi katta ota-onalarimiz, buvalarimiz ba'zan ilovadan foydalanmaydi. Hisoblagichni o'qishni bilmasligi mumkin. Bank kartasidan ushlanmalarni ajrata olmasligi mumkin. Ularga yordam bering. Birga hisoblagichni rasmga oling. Pensiya tushumini tekshiring. Bankdan SMS kelayotganini ko'ring. Kommunal to'lovlarni noto'g'ri joyga o'tkazib yubormaslikni nazorat qiling. Bugungi mavzuda men sizga 3 ta muhim yo'nalishni tushuntirdim. Chiroq bo'yicha yangi hisob kitoblarda iste'mol va hisoblagich ko'rsatkichi hal qiluvchi ahamiyatga ega suv tariflarida hisoblagich. Yashovchilar soni va yashirin o'qishlar katta rol o'ynaydi. Pensiya oshirilishida esa har bir odamning holati alohida hisoblanadi va faqat umumiy gaplarga ishonib xulosa qilish to'g'ri emas. Men mutaxassis sifatida sizga eng asosiy maslahatni beraman. Hech qachon kommunal to'lov va pensiya masalasini taxmin bilan yuritmang. Raqamni ko'ring, hujjatni tekshiring, shaxsiy hisobni solishtiring, kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Shunda ortiqcha to'lov, noto'g'ri hisob, tushunmovchilik va asossiz xavotirlarning oldini olasiz. Sizning hududingizda chiroq yoki suv uchun hisob qancha chiqyapti? Pensiya oshirilishi sizda sezildimi yoki hali savollar bormi? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tahlil qilib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak.